Так, hammaga assalomu alaykum azizlar. Bugun 1-dekabr soat 8:30 ertalab. Hali ko'cha qop-qorong'u, lekin zalga chiqishga kuch topdim. Juda ham katta g'alaba men uchun, chunki soat 12gacha kechki ishlab, yana kelib soat 2gacha kompyuterda o'tirib, va archani o'rishtirdik, cho'l kalit borasida. Yangi. Почти каждый год одно и то же, но красиво. Shunaqa gaplar. Aytgandek kuch topib, hozir turib 5ga chiqib ketib qoldi. Kuch topib, nima deydi? Borish kerak ham, masalan, zalga pul to'lanib qo'yilgan ham nima desam, bu qilish kerak-da, maqsadlar qo'yilgani oldinga, o'shanga yetish kerak, harakat qilish kerak. Bilaman, 5 soat uxladim, uyqu ham zarur, lekin haligi uyqu topiladi-da. Masalan, hozir men o'zim maqsadlarimga qarab ketmasam, o'zim maqsadlarimga erishmasam, keyin ertaga kech bo'ladi, keyin afsuslar juda haligi nima deydi, qattiq og'riq beradi-da. Shuning uchun lutchi hozir ozgincha diskomfort чувствовать qilib, lekin oldinga qarab ketaverishim kerak. Chunki men juda yaxshi bilamanki, bu hamma harakatim inshaalloh o'zining natijasini beradi. Bu торговый sentr hali yopiq, hech kim yo'q, ko'rib turganlaringizdek. Men bugun soat 11da ishda bo'lishim kerak. Mana hozir soat 8:30da zalga kelamiz. Harakat. Hammasi o'xshaydi har bir inshaalloh nasib. Hammasi kelajakda kompensatsiyani yopib ketadi. Hozir samый главный gazni bosishim kerak. Inshaalloh Xudo qo'llab-quvvatlab turibdi. Hammasi zo'r bo'ladi. Sekin zalga o'tamiz. Ozgina shunaqa motivatsiyalar bilan sizlar uchun bugun oyoqga ishlaymiz. Вот. Всех обнимаю. Ertaroq kelishdi bitta plyuslaridan biri, odam juda ham kam. Sanoqli odam. Bu просто свободно тренировка qilishga yordam beradi. Bu ham yaxshi tomonlaridan biri. Mana ertalabki barakada-da hozir. Вот. Sekin boshlaymiz. Вот ertalab turib mana shu yergacha kelish juda qiyin masala. Вот kelgandan keyin уже o'zingni чувствовать qilasanki, sen o'zingni haligi nima deydi? Senga bir qarshilik qilib turgan narsani победить qila olding, yuta olding uchun. Bu ham bir очень приятное чувство, так сказать. Hozir razminchkani qilamiz, videoni olamiz sizlar uchun, вообще от души bo'ladi. Вот. Тренажерка, тренера. Вообще кайф qilamiz от души, пацаны. Оп, водичка не упала чуть. Ketdi unda.
Tak. Do'stlar, zaldan chiqib oldik. Haligi zalda sauna bilan nima ham borda, hammom ham bor. Turetskiy deydi, nima deydi. O'shandan keyin вообще bir odam mazza qiladi zaliga. Yashayotganing esingga tushib ketadi, ishlar, problemalar, shular sarlikdan chiqadi. Parada issiqmayu. Trenirovkadan keyin, tim более dushdan keyin. Ajoyib nima deydi. Ajoyib состояние. Вот, скоро yangi yil. Ощущение вообще ноль yangi yilga. Обычно yangi yil. Вот. Hech qanaqa unaqa xursandchilik, unaqa narsalar yo'q. Короче, nada, неважно. Hozir soat 10 dan o'tdi. Bugun sal vaqtroq ketaman ishga. Qanaqa general уборкamiz bor. А так, вот, лифт встречает нас. Первый этаж. Что-то краской пахнет здесь. Краска явно надо хрен. Vaqtli kelish, o'zbekcha gapiradi. Vaqtli kelishda plyusi shundaki, что odam kam, mana liftda ko'ryapsizlar, pustoy. Mana спокойно, masalan, video olib, masalan, прямое общение qilsa bo'ladi. Komfort. Все, hamma bilan ko'rishguncha mana turibdi. Biz esa sekingina ishga qarab gaz. Так, ishga kelyapsizlar. Ko'rinayapmanmi? Нормально, да. Завтрак, печеньки, банашки. Hali bu bir soat ichida завтрак bo'lmaydi. Shuning uchun sразу o'rnidan bunaqa trenokadan to'g'ri olmasak, hozirgi qilgan trenokalarimiz hech qayerga foydasi yo'q deganda. Shuning uchun ishni ko'ramiz. Hammaga omad. Sog' bo'lasizlar. Tak, soat 12 ga yaqin bo'lyapti. İşten chiqildi. Hozir sekin pulni tashlab bankomatga oylikni ham chasi yarmini oldik. Hozir mana uni bitta tik qilamiz. Ana. Oylikni ham yarmini oldik. Yarim emas, qanaqadir bir necha kunligini.